So'nggi 7 kunlikning eng muhim tafsilotlari bilan Blockchain Texnoda hafta dayjesti. Uniswap jami aylanmasi 3 trillion dollardan oshgan birinchi markazlashmagan birja bo'ldi. Tinib tinchimagan Donald Trump esa o'zining Trump Points nomli NFT bozorini ishga tushirishni rejalayotgani ma'lum bo'ldi. Dubay kriptoto'lovlarini o'zining davlat xizmatlari tizimiga birlashtirdi. Endi rezidentlar va kompaniyalar to'lovlarni kriptoda amalga oshirishlari mumkin bo'ladi. Mana shu yangiliklar qatorida O'zbekistonda ham davlat obligatsiyalari bilan ta'minlangan va to'g'ridan-to'g'ri so'mga bog'langan Humo tokeni sinovdan o'tkazilishi e'lon qilindi. Hozircha bizga ma'lum jihatlari shu: bir Humo 1000 so'mga teng bo'ladi. Token esa davlat obligatsiyalari bilan ta'minlangan bo'ladi. Bundan tashqari, loyihaning asosiy maqsadi sifatida moliyaviy tizimni raqamlashtirish hamda investitsiyalarni blockchain orqali jalb qilish aytib o'tilgan. Hammaga ma'lum, kripto bozorida sell in May, go away iborasi mashhur. Ya'ni may oyida aktivlaringni sotuv, bozordan uzoqlash iborasi. Lekin statistik ma'lumotlar aksincha ko'pincha may oyining ijobiy o'sishini ko'rsatyapti. May oyida o'rtacha o'sish darajasi 8% ni tashkil qiladi. Bu esa uni o'ziga xos yashil oylar qatoriga qo'shadi. Aksincha iyun va sentyabr oylari esa eng ko'p tushishlar yuz bergan oylar hisoblanadi. Bu holat esa uni qizil oylar qatoriga qo'shadi. Jahon banki ma'lumotlariga ko'ra, global dunyo qarzi 324 trillion dollardan oshdi. Birgina AQSh davlat qarzining o'zi esa 36,5 trillion dollardan oshyapti. Bu miqdorga har yili 1 trillion dollar foiz sifatida qo'shib borilaveradi. Shuningdek, 60% dan ortiq davlatlarda yuqori default xavfi mavjud. Xo'sh, davlatlar o'zi kimdan qarz bo'lyapti? Bu qarzlarning eng yirik kreditorlari o'zi kim degan savolni ko'pchilik obunachilar beribdi. Bu kreditorlar boshqa davlatlar, ya'ni masalan AQShning eng yirik kreditori Xitoy hisoblanadi. Bundan tashqari xalqaro moliyaviy tashkilotlar ham kiradi. Aytaylik, Xalqaro valyuta fondi, Jahon banki kabi. Ma'lum bo'lishicha, har yili soliq to'lovchilarning 10 trillion dollar pullari davlat obligatsiyalari ko'rinishidagi qarzlarni qaytarishga ishlatiladi. O'zbekistonda esa 2025-yil davlat budjeti to'g'risidagi qonunda davlat qarzini so'ndirish uchun 46,5 trillion so'm ajratilishi belgilangan. Bozorda uzoq muddat saqlanilib va sotuvlarga chiqarilmaydigan bitcoinlar, aniqroq qilib aytganda, likvid bo'lmagan bitcoinlar miqdori tarixiy rekord darajaga chiqdi. Ular 14 million tani tashkil qilyapti. Bu shuni anglatadiki, ko'plab investorlar bitcoinlarni uzoqroq muddat davomida ushlab turish niyatida. Ya'ni ular qisqa foyda uchun emas, uzoqroq muddatdagi o'sishni ko'zlayapti. Tarixan bunday holat bozordagi taklifni kamaytiradi. Shuningdek, bozorda narxning o'sishiga bosim o'tkaza oladigan jarayon hisoblanadi. 2021-yil ochilganidan buyon 27 milliard dollardan ziyod aylamaga ega bo'lgan How1 Guarantee kripto firibgarlik platformasi faoliyati to'xtatildi. Bu internetdagi kriptoaktivlar orqali pul yuvishdagi eng faol firibgarlik platformasi hisoblangan. Shu yilning 13-may kuni ularning Telegramdagi minglab firibgarlik akkauntlari, shuningdek kanallari ham yopilgani ma'lum bo'ldi. Shu kungacha ushbu firibgarlik platformasi haqida bizga ma'lum bo'lgan eng asosiy ma'lumotlardan biri, ularda shu paytgacha 27 milliard dollardan ortiq yashirin tranzaksiyalar amalga oshirilgan. Ushbu tranzaksiyalarning eng katta qismi asosan USDT bilan amalga oshirilgan. Platforma esa Kambodjada ro'yxatga o'tgan yirik moliyaviy konglomeratga tegishli bo'lgan. Blockchain va kriptoaktivlarga doir eng so'nggi yangiliklarni Blockchain Techno Telegram kanalimizda kuzatib boring. Ijtimoiy tarmoqlarimizga obuna bo'lishni unutmang.